Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi ishimizdan Xo'jaobod tumani sovxozda bitdi. Pechkamiz tevalariga turkalarni qo'yganmiz. Tag qismlarida ham bor. O'tin ko'mir yoqqanda sinmasligi uchun bukib qo'yamiz 1 sm. G'ishimizni shoplariga e'tibor berib qo'yasizlar. Imkon qadar bir xilda. Bu yerga ozgina tashcha chiqqan hisobiga ham tunuka qo'yib qo'yganmiz. Chiroyli turadi. G'isht teshiklari ko'rinmasdan. Pechkamizning oldi ko'rinishi. Bu tomon orqa ko'rinishi bo'ldi. Ikkala tomondan ham chiroyli, sifatli ko'rinadi. Isitishlari ham yaxshi. Imkon qadar qo'ldan kelgancha g'ishtlarimizni shoflarini ham bir xilda qilib urishga harakat qilamiz. Tekis holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Barcha mahsulotlarni o'zimiz olib borib, sifatli holatda bitkazib beramiz. Mana shu ko'rinishda bor, qanotligi bor. Qanotli varianti mana shu joyda lisi bo'ladi, 7 sm ochiq bo'ladi. Bunga yonboshiga g'isht urib qo'yganmiz. Mana shu holatda bitirib berdik.